do'stlaring, yaqinlaring, ishonganlaring ortingdan pichoq ursa, o'shanda sezasan haqiqiy do'sting otang ekanligini. Ishlab tinmay qora mehnatda hech kimsadan qilmadilar kam. Kechib dunyo lazzatlaridan 60 yoshda ishlagan otam yangi kiyim olib kiymagan. Bolam derdi, nima qilsa ham. Sochlarida qorasi qolmay 60 yoshda ishlagan otam bo'ston qilay shu cho'limni deb hech o'ziga bermadilar dam. Odam qilay shu o'g'limni deb 60 yoshda ishlagan otam. Yosh edimda aqlim edi past. Mana endi ulg'aydim, ko'rkam. Sizdan dunyo qarzim bor meni. 60 yoshda ishlagan otam.